Assalomu alaykum do'stlar. Biz Rossiyaning Samara shahrida yashaymiz. Biz bugun Rossiya bo'yicha juda ham известный bo'lgan internet magazindan olgan tovarlarimizni raspakovka qilamiz. Qani endi ketdik. Qora tariq oldik. Juda ham обычный 120 rubl, juda ham yaxshi narx. Bundan keyin shampun oldik. Konditsioneri bilan 650 rublga. Juda ham yaxshi, arzon degani. Bundan keyin konditorskiy glazur oldik. Grammi 500 gram 250 rublga. Mazasi ham yaxshi ekan, молочный. Keyin krem oldik, увлажнять qiladigan, zapxi juda ham приятный ekan. Bu ham 250 rubl turadi. Bundan keyin o'zimga fartuch oldim, juda ham stilli ko'rinadigan 500 rublga. 2 dona наволочка oldik. Zamoklik chekasi juda ham chiroyli ko'rinadi ekan 300 rublga. Bu narxlar juda ham arzon hisoblanadi. Magazinlarda undan ham qimmat turadi bunaqa tovarlar narxlari. Bu veli futbolka oldim. Bu ham 300 rublga. Pijama oldik. Sholkoviy materiali 1200 rubl. Bu ham juda ham narxi yaxshi degani, kачествоsi ham zo'r ekan. Ichida bitta podarak rezinka ham qo'shib qo'yishibdi. Juda ham приятный bu. Bundan keyin oddiy parfyum oldik. Qimmat emas, 1000 so'm turadi. Endi qizimga olgan tovarlarda o'zi ko'rsatgisi keldi. Bu yerda biz 2 dona наволочка oldik. 220 rublga. Kачествоsi tkanini juda ham yaxshi ekan. Risunkalari ham juda ham аккуратно, chiroyli, stilli ko'rinadigan. Bundan keyin pastelni belyo oldik. 1,5 spalnilikka. Это я маша комплект, наволочкасы bor, простыня, пододеяние, где-то 800 rubl turadi ekan. Художественный lak oldik. Bu ham 220 rubl turadi. Kistочкалар oldik. 12 donasi 120 rubl. Xayr do'stlar.